Assalomu alaykum aziz muxlis. Modi Rossiyadan neft sotib olmaslikka va'da berdi. AQSh prezidenti Donald Trampning aytishicha, Hindiston bosh vaziri Modi unga Rossiyadan neft xarid qilmaslikka va'da bergan. Men Hindistonning Rossiyadan neft sotib olayotganidan norozi edim. Bugun Hindiston bosh vaziri Modi menga Rossiyadan neft xarid qilmaslikni tasdiqladi. Bu katta qadam. Endi biz Xitoyni ham xuddi shu ishni qilishga majbur qilamiz, deydi Tramp. Avgust oyi boshida Tramp Hindistondan kelayotgan tovarlarga qo'shimcha import bojlarini joriy etish haqida farmoyishini imzolagan edi. Yangi bojlar 25% tashkil etdi. Ushbu qarorning sababi sifatida Tramp Hindistonning Rossiyadan neft xarid qilishni davom ettirayotganini ko'rsatgan. Bundan biroz oldin manbalarga tayanib xabar berishicha, Hindiston AQSh tomonidan bojlar va jarimalar tahdidiga qaramay Rossiyadan neft sotib olishni davom ettiradi. Sentyabr oyida Bosh assambleya sessiyasida so'zlagan Tramp Xitoy va Hindistonda Rossiya neftini xarid qilayotgani uchun Ukrainadagi mojaroning asosiy homiylari deb atadi. AQSh o'z navbatida katta yettilik G7 mamlakatlariga Xitoy va Hindistonga nisbatan Rossiya neftini xarid qilgani uchun 100% gacha boj joriy etishni taklif qilgan. Shuningdek, Tramp Yevropa ittifoqini ham Rossiyadan neft olayotgan bu davlatlarga bosimni kuchaytirish maqsadida Hindiston va Xitoydan keladigan tovarlarga 100% gacha boj joriy etishga chaqirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa agar Hindiston Rossiya energiya manbalariga rad javob bersa, o'zini zararga qo'yishini aytdi.